Assalomu alaykum. Opa yaxshimisiz? Salomatmisiz? Rahmat, sizlar yaxshimi? Mana shu Nigor opamiz mana Buxoroga keldik, Kogonga. Vitamin mahsulotini olgan ekanlar. Opa, bu sizga. Rahmat. Olib keldik-da, ilgari ham olgan ekansiz. Buni shu farzandingiz ichganmilar? Shu kishiga ichiribman. Buni ichishda, buni olib berishingizdan oldin nima muammolari bor edi? Bu ovqat yemas edi, to'g'ri ovqatlanmas edi. Ko'p kasal bo'ladi, o'shanga oluvdim men, ko'p kasal bo'ladi. Tez oyiga 2-3 marta kapelnitsa olaydik-da. O'sha uchun oluvdim, hozir ichibdi, ancha yaxshi. Nima o'zgarishlar bo'ldi? Ana kasallik ham bo'lgan, kasal bo'lsa ham tez bez kapelnitsa yaxshi bo'libdi. Shunaqa singlisiga ham beramiz. Immunitet ko'tarilibdi-da shunda. Ha, singlisi 1,5 yoshar, unga ham beramiz. So'kcha qilib. Katta rahmat sizlarga. Buni o'zi sizga kim tavsiya qiluvdi? Qayerda Bu ko'rdingiz? Instagramdan ko'rdim. Instagramdan ko'rib, zaявка tashlab qo'yuvdim, telefon qildilar, bir kunga yetkazib beruvdilar. Men ham qo'shnilarimga, ana bu kishiga ham nima qilgan edim, magazinchiga tavsiya qilgan edim, bu kishi ham olganlar. Yaxshi, hozircha rahmat katta, kim chiqargan bo'lsa, kim buni ustiga ishlayotgan bo'lsa, Shahramjonga ham, hammalarga u kishidan yuqoridagilarni tanimayman, Shahramjonni taniyman, o'zimizdan bu kishi. Rahmat chiqarganlariga, bolajonlarni o'ylab, immunitetini ko'tarib. Bu rezultatga necha kunda erishdingiz? Necha kunda bildingiz mana shunaqa narsalarni? Mana shu natija bo'ldi. Shu bir haftani ichiga уже yaxshi natija, yaxshi ovqatlanyapti. Bir haftada rezultat boshlandi. Boshlandi. Shu ovqatlanish menga problema edi-da ko'p. Keyin ko'p kasal bo'lishi. Yaxshi sevib iste'mol qiladi. Ana o'zi ham buni taniydi. Ana. Qalay, yaxshimi? Rahmat de amakisiga. Rahmat. Mana o'rtoqlar, o'zingizlar ko'rdinglar, odzivni o'zingizlar eshitdinglar. Agar sizlarda ham shunaqa muammolar bo'lsa, mana vitamin mahsuloti olib iste'mol qildirsanglar bo'ladi farzandingizga.